Shtendal. Qizil va qora. Roman. Ruschadan Hasan To'rabekov tarjimasi. Toshkent, Yangi asr avlodi, 2019-yil. Mashhur fransuz yozuvchisi Stendalning Qizil va qora romani haqli ravishda dunyo adabiyoti durdonalari qatoridan o'rin olgan. Roman qahramoni bo'lmish Julien bilan Derenal xonim o'rtasidagi muhabbat shu qadar tabiiy hamda tiniq tasvirlanganki, kitobxon beixtiyor ravishda ularning musaffo tuyg'ulariga maftun bo'lib qoladi. Romanda yaxshilik va yomonlik, ezgulik va razillik o'rtasidagi kurash zo'r kuch bilan tasvirlab berilgan. Asarning qizil va qora deb nomlanishining boisi ham ana shunda. Birinchi qism. Haqiqat. Achchiq haqiqat. Danton. Birinchi bo'lim, birinchi bob. Shaharcha. Minglab kishilarni bir joyga yig'ing. Go'yo yaxshiga o'xshaydi bu hol, lekin katalakda ular aslo bo'lishmas xushnud. Gobbs. Verrier chamasi butun Franche-Comté viloyatida eng xushmanzara shaharchalardan biri bo'lsa kerak. Tomlari qizil cherepitsadan, ya'ni cherepitsa tomga yopiladigan sopol, cho'qqili qilib qurilgan oppoq uylar tepalik yon bag'rida qator bo'lib turishardi. Biror past joy yo'qki, tarvaqaylagan kashtan daraxti qad ko'tarmagan bo'lsin. Duv daryosi shahar istehkomlardan birinchi 100 qadam pastroqda sharqirab oqardi. Bu istehkomlarni bir vaqtlar ispanlar qurishgan ekan, lekin hozir bular xarobaga aylangandi. Shimol tomondan Verrierni Yura tizma tog'ining baland tarmog'i muhofaza qilib turardi. Verra tog'ining kungurador cho'qqilari oktyabr oyining ilk izg'irindanoq qor bilan qoplanardi. Tog'dan kattagina soy oqib tushadi. Soy Duv daryosiga borib qo'shilguniga qadar Verrierni kesib o'tadi-da, yo'l-yo'lakay behisob taxta tilish mashinalarini harakatga keltiradi. Bu jo'ngina sanoat shaharliklardan ko'ra ko'proq dehqonlarga o'xshab ketadigan aholining kattagina qismini ma'lum darajada to'ydiradi. Biroq shaharchani boyitgan narsa taxta tilish korxonalari emasdi. Mulyuz gazlamasi deb atalgan guldor mato ishlab chiqarish umumiy farovonlikning manbai edi. Napoleon taxtdan qulagandan so'ng Verrierdagi deyarli barcha uylarning peshtoqlari gazlamadan kelgan daromaddan yangilandi. Shaharga kirishingiz bilanoq allaqanday bahaybat mashinaning gumburlagan tovushi qulog'ingizni qomatga keltirardi. Hayqirib oqayotgan soy ustidagi charxpalakning aylanishdan harakatga keluvchi 20 ta haybatli gurzi yo'lni titratgancha sharaqlab sandon ustiga uriladi. Bu gurzalarning har biri kuniga minglab mix ishlab chiqaradi. 10 gulidan bir guli ochilmagan ko'hlikkina qizlar gurzalar tagiga temir parchalarini uzluksiz qo'yib turishadi. Gurzalarning zarbidan so'ng o'sha temir parchasi darhol mixga aylanadi qo'yadi. Fransiyani Gelvetsiyadan ajratib turuvchi Gelvetsiya Shvetsariyaning qadimgi nomi. Tog' yonbaridagi shaharchaga ilk bor kelgan sayyoh ayniqsa ana shu dag'al kosibchilikni ko'rganida lol qoladi. Agar Verrierga qadam qo'ygan sayyoh katta ko'chadan o'tib borayotgan yo'lovchilarning quloqlarini qomatga keltirayotgan bu ajoyib mix fabrikasining kimga qarashli ekanligini surishtirib qolguday bo'lsa, unga cho'zibgina "Ha, fabrikani so'rayapsizmi? Janob merga qarashli" deb javob qilishadi. Mer Fransiyada munisipalitet boshqarmasi boshlig'i, shahar boshlig'i. Mabodo sayyoh Duv sohilidan tepalikning qoq cho'qqisiga qadar cho'zilib ketgan katta ko'chada bir necha daqiqa turib qolsa, viqor bilan qadam tashlab borayotgan novcha basavlat kishiga ko'zi tushishi turgan gap.
O'sha odam paydo bo'lgan zahoti barcha o'tkinchilar shoshilib shlyapalarini boshlaridan olishadi. Uning sochlariga oq oralagan, eginidagi kiyimlari kulrang. U bir necha ordenlar kavaleri. Peshonasi keng, qirg'iy burun bu odamning istarasi issiq ko'rinadi. Umuman uning chehrasida chekka shaharning meriga xos sipolik bilan ba'zan 48-50larni urib qo'ygan kishilarda ham uchraydigan yoqimtoylik uyg'unlashgandek tuyuladi. Biroq tez orada parijlik sayyoh bu odamning basharasida qandaydir kaltabinlik va tasavvuri qashshoqligidan dalolat beruvchi gerdayish va o'ziga bino qo'yish ifodasini sezib hafsalasi pir bo'ladi. Har qalay uning butun iste'dodi o'zidan qarzdor bo'lgan odamlardan qarzini ayni vaqtida undirib olish o'z qarzlarini to'lashni esa iloji boricha cho'zish qobiliyatidangina iborat ekanligi sezilib qoladi. Verrier shahrining meri janob de Renal ana shunaqa odam. U viqor bilan qadam tashlaganicha ko'chani kesib o'tadi-da, meriyaga kirib sayyohning ko'zidan g'oyib bo'ladi. Agar sayyoh sayr qilishda davom etsa, u 100 qadamcha yurgach, bejirimgina uyga ko'zi tushadi. Uyni o'rab turgan temir panjara ortida esa ajoyib bog' ko'zga tashlanadi. Bog'ning narigi yog'ida esa naq ufqqa qadar Burgund tepaliklari cho'zilib ketgan. Bularning bari go'yo ko'zga orom baxsh etish uchungina yaratilgandek tuyuladi. Bu manzara sayyohni boyadan beri nafasini siqa boshlagan mayda ta'magirlik ruhi bilan zaharlangan muhitni unutishga majbur etadi. Unga bu joy janob de Renalga qarashli ekanligini aytishadi. Yo'nilgan toshdan terilgan bu ajoyib uyni Verrier meri katta mixsozlik fabrikasidan olgan daromadi hisobiga qurgan ekan. Hozir esa u uyga pardoz berayotganmish. Aytishlaricha, janob de Renal qadimgi ispan avlodiga mansub bo'lib, uning ajdodlari Verrierga Ludovik 14 bu yerlarni zabt etishidan ancha ilgari kelib o'rnashib qolishgan ekan. 1815-yildan boshlab janob de Renal o'zining tadbirkor ekanligidan or qila boshladi. Axir 1815-yili janob de Renal taqdirning taqozosi bilan Verrier shahriga mer bo'lib qolgan edi-da. Naqdu daryosining sohiliga qadar pog'ona bo'lib tushgan ajoyib park ham janob de Renalning temir-tersak buyumlar ishlab chiqarish sohasidagi chuqur bilimlari uchun munosib mukofot bo'lgan. Parkning har bir pog'onasi zil tosh devor bilan mustahkamlangan. Fransiyada Germaniyaning Leipzig, Frankfurt, Nürnberg va sanoat taraqqiy topgan boshqa shaharlar atrofidagi kabi xushmanzara bog'larni ko'rishga umid qilmasangiz ham bo'ladi. Fransh Konteda yer mulkingiz pog'ona qilib qurilgan tosh devorlarga qancha serob bo'lsa, qo'shnilaringiz sizni shuncha ko'p hurmat qilishadi. Janob de Renalning devorlari ketma-ket qalashib qurilgan bog'i hamshaharlarini qoyil qoldirganiga yana bir sabab shuki, uning ayrim qismlarini janob mer naq oltin bahosida sotib olganidir. Masalan, Verrierga kiraverishda sizni hayratga solgan taxta tilgichni oling. O'shanda siz yana tomning u boshidan bu boshigacha yetadigan keng taxtaga ulkan harflar bilan yozilgan Sarel ismiga ham e'tibor bergan edingiz. Ana shu taxta tilgich bundan 6 yil muqaddam hozir janob de Renal bog'ining 4-pog'onasi devorini qurayotgan yerga joylashgan edi. Janob mer qanchalik dimog'dor bo'lmasin, o'lguday o'jar va badjahl keksa Sarelni ko'ndirgunicha ancha xushomad qilib, ko'nglini ovlashga majbur bo'ldi. Nihoyat chol o'z taxta tilgich mashinasini boshqa joyga ko'chirishga rozi bo'lishi uchun bir talay oltin Louis sanab berishga to'g'ri keldi. Taxta tiluvchi arrani ishga soladigan jamoat anhori masalasiga kelsak, janob de Renal o'zining Parijdagi aloqalarini ishga solib, suvni boshqa o'zandan oqizishga muvaffaq bo'ldi. Bunday muruvvatga esa u 1821-yil saylovlardan so'ng erishgan edi.
U Sarelga 500 qadamcha quyiroqdan Du daryosining sohildan bir arpan o'rniga 5 arpan yer berdi. Garchi yangi joy qarag'aydan taxta tilish uchun avvalgisiga qaraganda ancha qulayroq bo'lsa-da, Sarel ota uni boyib ketgandan so'ng shunday atay boshlashgan. Qo'shnisining sabrsizligi va mol parastligidan foydalanib undan mo'maygina 6000 frankni undirib oldi. To'g'ri, mahalliy bilarmonlar bu bitimni ma'qullashmagan edi. Bundan 4 yil muqaddam yakshanba kunlarning birida merlik kiyimini kiyib olgan janob de Renal cherkovdan qayta turib, uzoqdan qariya Sarelni ko'rib qoldi. Chol yonida 3 ta o'g'li bilan unga iljayib qarab turardi. Bu iljayish janob merning diliga g'ulg'ula solib qo'ydi. O'shandan buyon yerni qimmatga olmadimmikan degan fikr uning qalbini o'rtab keladi. Verrier jamoatida obro' qozonmoq uchun iloji boricha ko'proq devor qurish, lekin bahor kezlari Yura darasidan Parij tomon o'tib boradigan anavi italyan g'isht teruvchilarning biror jimjimasiga aslo uchmaslik lozim. Bunday yangilik kiritmoqchi bo'lgan ehtiyotsiz quruvchi o'lguncha tentak degan nom oladi-yu, Fransh Kanteda jamoat fikrini belgilab beruvchi ehtiyotkor va mo'tadil kishilarning hurmatidan mosuvo bo'ladi. Vijdonan aytganda bu bilag'onlar zo'ravonlikni shunchalik haddidan oshirib yuborardilarki, oqibatda Parij deb atalmish buyuk respublikada yashagan har qanday odam ham kichkina shaharchada mutlaqo yashay olmaydi. Fransiyaning kichkina shaharchalarida jamoat fikrining yana qanaqa fikr deng hukmronligi xuddi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kabi juda bema'ni narsa bo'ladi. Ikkinchi bo'lim, ikkinchi bob. Janob mer. Obro'. Hali siz buni bo'lmag'ur narsa deb o'ylaysizmi, afandim? Ahmoqlarning hurmati, go'daklarning hayrati, boyonlarning hasadi-yu donolarning nafrati. Barnaf. Janob de Renalning baxtiga Du daryosidan 30-35 metrcha chamasi yuqoriroqda tepalik yonbog'ida joylashgan shahar xiyoboni bo'ylab ulkan tirgovich devor qurish zarurati tug'ilib qoldi. Bu ish uning shahar hokimi sifatidagi obro'sini yanada oshirib yuborardi albatta. Xiyobon shunday qulay yerga joylashgani tufayli bu yerdan Fransiyaning eng xushmanzara ko'rinishlaridan biri namoyon bo'lardi. Biroq har yili bahorda yomg'ir suvlari xiyobonning u yer-bu-yerini o'pirib ketar va yo'lkalar o'nqir-cho'nqir bo'lib sayr qilishga mutlaqo yaramay qolardi. Barchaning joniga tekkan bu noqulaylik janob de Renalning istiqbolida o'zining shahariga hokimlik qilib turgan davrini balandligi 7 quloch va kengligi 1,5 quloch keladigan devor qurish bilan abadiylashtirish zaruratini taqozo qildi. Bu devorni deb janob de Renal 3 marta Parijga safar qilib keldi. Chunki hozirgisidan oldingi ichki ishlar ministri Verrier xiyobonida devor qurilishiga tish tirnog'i bilan qarshilik qilgan edi. Hozir bu devorning panjarasi yerdan 1 qulochcha chamasi ko'tarilib turibdi. Shu kunlarda go'yo Fransiyaning barcha ministrlari sobiq va hozirgilarning jig'iga tegayotgandek uni marmar taxtalar bilan bezashyapti. Yaqinginada tark etilgan Parijdagi ballarni eslab, ko'kimtir bo'lib to'lanib turgan bu katta marmar taxtalarga ko'ksimni berganimcha Du vodiysini juda ko'p tomosha qilganman. Yiroqda, daryoning chap sohilida 5-6 ta jarlik ko'zga tashlanadi. Jarliklarning tubida oftobda yarqirab oqayotgan jilg'alar yaqqol ko'rinib turibdi. Ular u yer bu yerda shalola hosil qilib, pastga qarab intilishadi-da, nihoyat shovullab Du daryosiga oqib tushishadi. Bizning tog'larda oftob jazirlatadi. Qoq peshinda, quyosh nayzaga kelganda esa xiyobonda orzular og'ishiga cho'ngan sayyohni ajoyib chinorlar o'z soyasiga oladi. O'tirindi tuproq evaziga bu chinorlar juda tez o'sib, uning serbar yaproqlari oftobda yaltirab turadi.
Chunki janob mer o'zining butun ulkan tirgovich devori bo'ylab tuproq to'kishni buyurgan. Munitsipal sovetning qarshilik qilishiga qaramay, u xiyobonni taxminan 2 qulochga kengaytirdi. Garchi u ultra royalist, men esa liberal bo'lsam-da, uning bu ishidan xursandman. Shu boisdan ham xiyobonning mazkur pog'onasi mayorning hamda Verrierdagi beva bechoralar uyining hozir ham huzur halovatda yashayotgan direktori janob Valenoning fikricha, Aledagi Saint-Germain pog'onasidan sirayam qolishmas emish. Menga qolsa kamina Sadoqat xiyobonining faqat bitta kamchiligidan noroziman. Xiyobonning bu rasmiy nomi 15 yoki 20 joyda marmar taxtalarga yozilgan bo'lib, buning uchun janob de Renal yana bitta xoch bilan mukofotlangan. Menimcha Sadoqat xiyobonining kamchiligi ulkan chinorlarning rasvosi chiqarilganidadir. Ularni boshliqlarning buyrug'iga binoan beayov butab turishar ekan. Ularni kallaklab, yumaloq shox shabbasiz qilmasdan o'z holiga qo'yib berishganida edi. Ular eng ko'rimsiz sabzavotga o'xshab qolmay, Angliya chinorlari kabi ko'rkam bo'lishlari mumkin edi. Biroq janob mayorning hukmi qat'iy bo'lib, jamoatga qarashli barcha daraxtlar yiliga 2 marta ayovsiz butab turiladi. Mahalliy liberallarning aytishicha, bu mubolag'a albatta. Go'yo janob Vikari maslon daraxtlar kallaklanganda qirqib tashlangan shox-shabbalarni o'marib ketish odatini chiqarganidan buyon shahar bog'bonining qo'li uzunroq bo'lib qolganmish. Ushbu navqiron ruhoniy bundan bir necha yil muqaddam Abbot Shelan va chor atrofdagi bir necha kuryerlarning ishini nazorat qilib turmoq uchun Bezansondan yuborilgan edi. Iste'foga chiqqach, Verrierga kelib qolgan Italyan kompaniyasi ishtirokchisi mayorning aytishicha bir vaqtning o'zida ham Yakobinchi, ham Bonapartchi bo'lmish keksa polk tabibi bir kuni janob mayorga bu ajoyib daraxtlar kallaklanishi natijasida faqat rasvosi chiqayotganini ta'na qilishga jur'at etdi. Men soyani yaxshi ko'raman deb javob qildi janob de Renal, faxriy legion ordeni kavaleri polk tabibiga nisbatan yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan bir takabburlik bilan. Men soyani yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham soya solib tursin deb daraxtlarni kallaklashni buyurdim. Bu daraxtlar soya berishdan bo'lak hech nimaga arzimaydi. Masalan, yong'oqning yo'rig'i boshqa, undan daromad olsa bo'ladi. Verrierda hamma narsani ana shu ulug' so'z hal qiladi. Daromad. Butun aholining 4dan 3 qismi ertayu kech faqat shu to'g'rida o'ylaydi. Daromad olish. Sizga juda go'zal ko'ringan bu shaharchada barcha ishni boshqaradigan omil ana shu so'zlardan iborat. Verrierga kelib qolgan chet ellik kishi shaharchani o'rab turgan soya salqin vodiylar chiroyiga maftun bo'lib, avvaliga bu yerning odamlari go'zallik shaydosi ekan degan xayolga boradi. Chindan ham bu yerning odamlari o'z o'lkalarining chiroyi haqida tinimsiz gapirishadi. Ular o'z ona yurtlarini g'oyat qadrlashadi. Chunonchi bu yerning tabiati chet elliklarni o'ziga jalb etadi. Sayyohlarning pullari esa mahalliy mehmonxona egalarining hamyonini qappaytiradi. Bu hol o'z navbatida soliq haqidagi qonunga binoan shahar g'aznasiga mo'maygina daromad keltiradi. Ochiq kuz kunlarining birida janob de Renal rafiqasi bilan Sadoqat xiyoboni bo'ylab sayr qilib yurardi. De Renal xonim yonida gerdaygancha qadam tashlab borayotgan erining gap sotishiga quloq solar ekan, xiyobonda shataloq otib yurgan 3 o'g'lining xatti-harakatini bezovtalanib kuzatardi. Yoshi 11larga kirib qolgan katta o'g'li o'xtin-o'xtin panjara yoniga yugurib borib, uning ustiga chiqmoqchi bo'lardi. Shunda Adolf deb chaqirgan muloyim ovoz eshitilardi-yu, bola o'zining sho'x niyatidan voz kechishga majbur bo'lardi. Ko'rinishidan 30larga kirib qolgan bo'lsa-da, de Renal xonim hali ancha xushro'y edi. Parijlik bu dimog'dor keyin bu qilmishidan afsuslanib yuradi, dedi janob de Renal ranjigan ohangda.
Uning odatda rangpar yuzi yanada bo'zarib ketganday edi. Saroyda uning tanobini tortib qo'yadigan ba'zi do'stlarim bor. Garchi 200 bet davomida sizlarga viloyat haqida hikoya qilish niyatida bo'lsam-da, har qalay uzundan uzoq gap sotish va viloyatliklarning alomat suhbatlarini takrorlab joningizga tegish darajasida zolim emasman. Merning nafratini qo'zg'atgan parijlik bu dimog'dor janob Apper bo'lib, bundan 2 kun burun u qamoqxona bilan Verrier yetimxonasi u yoqda tursin, hatto janob mer hamda shaharning eng ko'zga ko'ringan uy egalari qaramog'idagi kasalxonaga ham kirib chiqqan edi. "Xo'sh, nima qilibdi?" deb jur'atsizlik bilan javob qildi Derenal xonim. "Yo'qsillar mulkining sariq chaqasiga ham xiyonat qilmay sarf xarajat qilasizlar axir. Shunday bo'lgach, Parijdan kelgan o'sha janob sizlarga nimayam qila olardi? U janob bu yerga faqat bizni qoralash uchun kelgan, keyin borib liberal gazetalarda boshimizga tuhmat yog'dira boshlaydi. Lekin sen ularni hech qachon o'qimaysan-ku axir, azizim. Ammo o'sha yakobincha maqolalarni nuqul yuzimizga solishgan. Bu ishlarning bari bizning asabimizni qo'zg'aydi va ezgu ishlarimizga xalal beradi. Yo'q, shaxsan men bu ishi uchun janob Kyureni hech qachon kechirmayman." 3-bo'lim 3-bob. Yo'qsillar mulki. Har qanday fitnalardan xoli yuradigan shafqatli Kyure qishloq aholisi uchun Xudoning marhamati. Fleury mashhur fransuz cherkov tarixchisi. Shuni aytib o'tish kerakki, bu yerdagi tog'larning hayotbaxsh musaffo havosi tufayli sihat salomatiga g'oyat yaxshi bo'lgan 80 yoshli qariya Verrier Kyuresi qamoqxona, kasalxona va hatto yetimxonaga istagan paytda kirish huquqiga ega edi. Parijda Kyurening nomiga tavsiyanoma yozdirib olgan janob Apper ushbu sinchkov shaharchaga ertalab ro'parosa 6da yetib kelib, juda aqlli ish qildi. U darhol ruhoniyning uyiga bordi. Fransiya peri va shu muzofatdagi pomeshchiklar orasida eng badavlati Markiz de la Molening maktubini o'qir ekan, Kyure Shelan chuqur o'yga toldi. "Men keksa bir odamman. Boz ustiga bu yerda meni yaxshi ko'rishadi", dedi u nihoyat o'ziga o'zi ohista. Ular jur'at etishmaydi. So'ng u parijlik mehmon tomon o'girildi va ko'zlarida keksaligiga qaramay, tavakkal bilan bo'lsa-da oliyjanob ish qilayotgandan quvonayotganini ko'rsatuvchi ajib bir yorqin yilt etib ketdi. Va dedi: "Mayli, yuring afandim, lekin bir iltimosim bor. Ko'rajak narsalarimiz haqida qamoqxona qorovuli va ayniqsa yetimxona nazoratchilari oldida miq etib og'iz ochmasligingiz lozim." Janob Apper keksa Kyurening naqadar mard odam ekanini tushundi. U muhtaram ruhoniy bilan birgalikda qamoqxona, kasalxona va yetimxonani aylanib chiqdi, ko'plab savollar berdi. Biroq javoblarning g'alati eshitilishiga qaramay, bir og'iz ham ta'nali so'z aytmadi. Bu ko'rik bir necha soat davom etdi. Ruhoniy janob Apperni tushlik uchun uyga taklif etgan edi, biroq mehmon hali bir talay xat yozishim kerak degan bahonada unikiga borishdan bosh tortdi. U oliyjanob hamrohining obro'siga ortiq putur yetkazishni istamasdi. Soat 3larda ko'rikni tugatish uchun ular yetimxonaga borishdi-da, so'ng yana qamoqxonaga qaytishdi. Eshik oldida ularni qamoqxona qorovuli barzangi maymoq qarshi oldi. Uning razil basharasi qo'rquv zo'ridan battar jirkanchli bo'lib ketgandi. "Taqsir", dedi u Kyureni ko'rgan zahoti. "Siz bilan birga kelgan ushbu zot janob Apper emasmilar mabodo?" "Shunday bo'lsa nima qilibdi?" dedi Kyure. "Axir bu xususda kecha qat'iy buyruq olganman. Janob prefektning ushbu buyrug'ini olib kelgan jandarm tuni bilan ot choptirib kelibdi. O'sha buyruqda janob Apper qamoqxonaga mutlaqo kiritilmasin deyilgan." "Sizga shuni aytishim mumkinki, janob Naru", dedi Kyure. "Men bilan kelgan ushbu mehmon chindan ham janob Apper bo'ladilar.
Qamoqxonaga istagan paytimda kirish va istagan odamni boshlab kelishga haqqim borligidan xabaringiz bo'lsa kerak har qalay. Shundaylikka shunday-ku-ya, janob Kure, deb javob qildi qorovul tovushini pasaytirib va xuddi tayoq o'qtalib buyruqni bajarishga majbur etishayotgan itdek boshini quyi soldi. Ammo janob Kure, mening xotinim, bola-chaqam bor. Mabodo ustimdan shikoyat tushsa, meni ishdan quvishadi. Unda holimiz nima kechadi? Axir bola-chaqamni shu yerdan oladigan maosh bilan boqaman. Men ham qavmdan mahrum bo'lishni aslo istamasdim, deb javob qildi sofdil Kure hayajondan tovushi titrab. Sizning yo'lingiz boshqa, dedi jonlanib qorovul. Sizning 800 livr mulkingiz va bir parcha bo'lsa ham o'z yeringiz bor, janob Kure. Buni hamma biladi. Bu voqea haqida bichib to'qib og'izdan og'izga o'tgan va mubolag'ali tafsilotlar bilan boyitilgan turli-tuman mishmishlar so'nggi 2 kun davomida Verriyer shaharchasini alg'ov-dalg'ov qilib yuborgandi. Xuddi ana shu voqea hozir janob de Renalning rafiqasi bilan xiyol arazlashib qolishiga ham sabab bo'ldi. Ertalab janob de Renal yetimxona direktori janob Valeno bilan birgalikda o'zining qattiq norozi ekanini izhor etmoq uchun Kurening huzuriga bordi. Janob Shilanning birorta ham homiysi yo'q edi. Keksa ruhoniy bu suhbatning oqibati yomon bo'lishi mumkinligini his etdi. Nimayam derdim, janoblar. Chamasi 80 yoshga kirganda bu o'lkada xizmatdan chetlashtirilgan 3-ruhoniy bo'ladiganga o'xshayman. Bu yerga kelganimga 56 yil bo'libdi. Men ilk bor qadam qo'yganimda hali qishloq bo'lgan bu shaharchaning deyarli barcha aholisini o'zim cho'qintirganman. Har kuni yosh kelin-kuyovlarni nikohlab qo'yaman. Bir vaqtlar esa ularning bobolari bilan buvilarni nikohlagan edim. Verriyer mening oilam bo'lib qolgan. Biroq uni tark etishdan qo'rqish meni vijdonimga xilof ish qilishga majbur etolmaydi. O'sha mehmonni ko'rgan zahotim men o'zimga o'zim, ehtimol bu parijlik janob chindan ham liberaldir. Hozir ular juda ko'payib ketishgan. Ammo u bizning mahbuslarimiz va yetimlarimizga nima ham yomonlik qilishi mumkin degan savolni berdim. Biroq janob de Renal, ayniqsa yetimxona direktori janob Valeno aytayotgan ta'nalar borgan sayin haqoratli tus ola boshladi. Mayli janoblar. Qavmni mendan tortib oling, deydi mo'ysafid Kure tovushi qaltirab. Men baribir bu yerlarni tark etmayman. Bundan 48 yil muqaddam menga bir parcha yer meros qolganini hamma biladi. O'sha yerdan yiliga 800 livr daromad olaman. Xuddi ana shu pulga yashayveraman. Sizga ochig'ini aytsam, janoblar, xizmat haqimdan sira ham pul jamg'argan emasman. Ehtimol shu boisdan bo'lsa kerak, ishdan bo'shatishlardan sira ham qo'rqmayman. Janob de Renal rafiqasi bilan juda ahil yashardi. Biroq xonim jur'atsizlik bilan o'sha parijlik janob bizning mahbuslarga nimayam yomonlik qilardi, deb savolini takrorlaganida u nima deb javob qilishni bilmay zardasi qaynagan edi. Shu payt de Renal xonim birdan qichqirib yubordi. Uning ikkinchi o'g'li panjara ustiga sakrab chiqib, garchi devor narigi yoqdagi uzumzordan 3-4 odam bo'yi baland bo'lsa-da, uning ustidan yugura boshlagan edi. Bola cho'chib ketsa yiqilib tushishidan qo'rqqan de Renal xonim uni chaqirishga jur'at etmadi. Nihoyat bolakay o'zining jasurligidan gul-gul ochilib, onasi tomon o'girildi-yu, uning oppoq oqarib ketganini ko'rib, panjaradan sakrab tushdi-da, uning oldiga yugurib keldi. Bolani yaxshilab qo'yishdi. Bu voqea er-xotinni mavzuni o'zgartirishga majbur etdi. Men anavi arrakashning o'g'li Sarelni uyimizga olishga jazm etdim, dedi janob de Renal. U bolalarimizga qarab yuradi. Bo'lmasa zumrashalar juda haddilardan oshib ketishyapti. Bu talaba yigit deyarli ruhoniy emish. U lotin tilini juda yaxshi biladi va bolalarimizni o'qishga majbur etadi. Kurening aytishicha, yigitcha juda talabchan emish. Men unga 300 frank maosh belgilayman-da, ovqatini ko'taraman. Uning xulq-atvoridan biroz shubhalangan edim.
Axir u faxriy legion ordenining kavaleri, anavi tabib cholning erkatoyi edi-da. O'sha chol qandaydir qarindoshligini bahona qilib, Sarellarnikiga kelgandi-yu, o'sha ularnikida boqim bo'lib qolgan edi. Ehtimol bu odam aslida liberallarning maxfiy agenti bo'lgandir. Chol bu yerning musaffo havosi ziqnafas kasaliga davo ekanini bahona qilardi. Ammo kim bilsin? U Bonaparte bilan, ya'ni Bonaparte ultra-royalistlar davrasida Napoleon I'ni familiyasi bilan atash odat bo'lgan. Ular italyancha talaffuz bilan uni shunday Bonaparte deya talaffuz qilishardi. Italiya kompaniyalarining barida qatnashgan, ammo aytishlaricha hatto imperiya uchun saylov bo'lganda ham yo'q deb javob yozgan ekan. O'sha liberal Sarelning o'g'lini o'qitibdi va unga o'zi bilan olib kelgan bir talay kitoblarni meros qoldiribdi. Men duradgor Sarelning o'g'lini bolalarimga tarbiyachi qilib olishni hayolimga ham keltirmagandim albatta. Biroq Kyure bilan butunlay yuz ko'rmas bo'lishimga sabab bo'lgan o'sha voqeadan bir kun avval u menga Sarelning o'g'li 3 yildan buyon ilohiyotdan saboq olayotgani va seminariyaga kirmoqchi ekanini aytgan edi. Demak, bu yigitcha liberal emas, buning ustiga lotin tilini biladi. Ammo bu o'rinda yana ba'zi bir mulohazalar bor deb davom etdi janob de Renal rafiqasiga ma'nodor nazar tashlar ekan. Janob Valeno karetasiga qo'shish uchun bir juft ajoyib Normand otlarni xarid qilgandan juda gerdayib yuribdi. Lekin bolalarning guverneri yo'q. Guverner murabbiy, tarbiyachi, zodagonlar va boyonlar oilalarda yosh bolalar tarbiyasi uchun maxsus yollangan kishi. U hali o'sha Sarelni o'ziga og'dirib olishi ham mumkin. Demak, rejamni ma'qullaysan, dedi darhol janob de Renal hozir aytgan ajoyib fikri uchun xotiniga qarab minnatdorchilik bilan jilmayar ekan. Bo'pti, kelishdik. Azizim, hamma ishni darrov hal qilib qo'ya qolasan-a. Chunki men shunaqa irodali odamman. Endi anavi Kyureyimiz ham bunga ishonch hosil qiladi. O'zimizni aldashdan foyda yo'q. Tevarak atrofimizda liberallar to'lib yotibdi. Mana bu barcha manufakturachilar meni ko'rish olmaydi. Bunga ishonchim komil. Ulardan 2-3 tasining hamyoni ancha qappayib qolgan. Shuning uchun ham ular janob de Renalning bolalari guverner nazoratida sayr qilib yurishini bir ko'rib qo'yganlari ma'qul. Shundan keyin biroz popuklari pasayib qoladi. Mening bobom bolaliklarida doim guvernerlari bo'lganini bizga tez-tez hikoya qilib berardilar. Tarbiyachi menga taxminan 100 EQ'ga tushadi, lekin nachora bizning mavqeimizni nazarda tutganda bu xarajat obro'ni saqlash uchun kerak. Qo'qqisidan qabul qilingan bu qaror de Renal xonimni o'ylatib qo'ydi. Baland bo'yli, qaddi qomati kelishgan de Renal xonim bir vaqtlar butun viloyatda eng sohib jamol ayol hisoblanardi. Uning butun qiyofasida, o'zini tutishida qandaydir yosh qizlarga xos soddadillik sezilib turardi. Bu sodda nazokat ehtimol biror parijlikni pinhoniy ehtirosi bilan o'ziga maftun etishi mumkin edi. Biroq de Renal xonim o'zining shunday ta'ssurot qoldirishi mumkinligini bilganida uyalgandan yer yorilib, yerga kirib ketgudek bo'lardi. Uning qalbi har qanday tannozlik va munofiqlikdan butunlay xoli edi. Aytishlariga qaraganda, yetimxona direktori, katta mulk egasi janob Valeno uning ko'nglini olishga ancha urinibdi-yu, biroq hech nimaning uddasidan chiqa olmabdi. Shundan so'ng de Renal xonimning xushxulq ayol sifatidagi shuhrati yanada oshib ketdi. Chunki janob Valeno ayni kuchga to'lgan, norg'ul, 200 qip-qizil va bakimbarglari qop-qora kishi bo'lib, viloyatda kelishgan erkak deb atalgan dag'al, behayo va shang'i odamlar toifasidan edi. Tabiatan g'oyat tortinchoq de Renal xonimning kayfiyati sal narsaga o'zgarib turgani boisdan janob Valenoning doimo hovliqib yurishi va shang'illab gapirishi uning zardasini qaynatardi.
Xonim Verriyerda ko'ngil ochish deb atalgan narsalardan o'zini olib qochib yurishi tufayli shahardagi g'iybatchilar u o'z nasl nasabi bilan kekkayadi deb gap tarqatishdi. Bu narsa uning xayoliga ham kelmagan edi. Biroq shaharliklar uning uyiga kamroq keladigan bo'lishganda xonim juda xursand bo'ldi. Bu yerlik xonimchalar uni tentakroq deb hisoblashlarini ham yashirmay qo'ya qolaylik. Chunki Derenal xonim eriga siyosat qila olmas va unga Parij yoki Bezansondan bashang shlyapa xarid qildirishning o'rni kelib qolganda ham imkoniyatni qo'ldan boy berardi. Unga faqat ajoyib bog'larida sayr qilishiga xalal berishmasa bo'lgani edi. Bundan ortig'ini u iltimos qilmasdi ham. Derenal xonim quvlik, shumlikni bilmasdi. Eri haqida hukm yuritish u yoqda tursin, u bilan kechayotgan hayotining zerikarli bo'lishi mumkinligini u xayoliga ham keltirmasdi. Uning fikricha darvoqe bu haqda u uncha bosh qotirib ham o'tirmasdi. Er-xotin o'rtasida bundan boshqacha nazokatliroq munosabatning o'zi bo'lishi mumkin emasdi. Xonim janob Derenalni u o'z o'g'illarining kelajagi haqidagi rejalarini hikoya qilganida ko'proq yaxshi ko'rardi. Janob Derenal esa o'g'illaridan birini harbiy, ikkinchisini amaldor, uchinchisini esa ruhoniy qilib yetishtirish niyatida edi. Umuman xonim janob Derenalni uylariga qadam ranjida qiladigan barcha erkaklarga qaraganda xushchaqchaqroq deb hisoblardi. Bu xotin kishining o'z eri haqidagi oqilona fikri edi. Verriyer shahrining meri amakisidan meros qolgan 5-10 ta latifa tufayli tili o'tkir va ayniqsa odobli odam sifatida obro' qozongan edi. Keksa kapitan de Renal inqilobga qadar Gersog Orleanskiy oliy hazratlarning piyodalar polkida xizmat qilgan bo'lib, Parijga borgan kezlari valiahd shahzodaning uyiga kirib turish imtiyoziga ega edi. O'sha yerda u de Montesson xonim, ya'ni de Montesson xonim Gersog Orleanskiyning qirol Lyudovik Filipning buvasi xotini. Garchi ko'pchilik xabardor bo'lsa-da, bu nikoh maxfiy edi. De Montesson xonim bir talay dramatik asarlar yozgan va Palais Royalning ixtirochisi janob Dyukerlarni ko'rish sharafiga muyassar bo'lgandi. De Jandis xonim fransuz adibasi, romanlar va pedagogik asarlar muallifi, Gersog Orleanskiyning keyinchalik qirol Lyudovik Filip tarbiyachisi bo'lgan. Ushbu zotlarning bari janob Derenal aytadigan latifalarda doim tilga olinardi, ammo bora-bora xiyla nozik va hozirgi kunda ko'pchilikning xotirasidan ko'tarilgan tafsilotlarni pardali qilib aytish uning uchun ancha mushkul ish bo'lib qoldi va shu boisdan janob mer Gersog Orleanskiy hayotiga taalluqli latifalarni alohida tantanali yig'inlardagina tilga oladigan bo'ldi. Boz ustiga o'rtaga pul aralashmagan paytlarda g'oyat nazokatli kishi bo'lgani tufayli janob Derenal adolatli ravishda Verriyerning eng katta aslzodasi hisoblanardi.